Assalomu alaykum. Kanalimiz obunachilari. Ikki tash uy soldingiz. Tayyor bo'ldi o'zi. Shepirchilar lesadan chiqib yuribdimi? Sizga biz o'z xizmatlarimizni tanishtiramiz. Mana beton zinalari idealniy darajada. Salafanlarni tashab, cho'tkilab qo'yib berganmiz. O'zinglar ko'rib baho beraverasizlar. Bu lesitsamiz balandligi 4 metr, 15 dan tushgan. Bu eshiklar boshida bu yerda bo'lgan. Biz maslahat berib, o'rtaga oldirsangiz chiroyli bo'ladi deganmiz. Nimagaki o'rtada misol uchun kirganda bu chetda eshik bo'lsa, dalan teskari bo'lib qoladi. Shunga cho'lesini ham shunga planlashtirib quyib berganmiz. Lesitsamiz eni 120. Bu xonalar. Uy ham chizmalari o'ta idealniy darajada chiqqan. Lesitsamizga keladigan bo'lsa, 12 li megavott armaturada ishlangan. Tagini ham zigzag qilib ishlangan, oddiy bo'lmagan, obishniy bo'lmagan. Akkuratniy qilib, davlat standartlariga mos qilib, vibratorlarni solib quyib berganmiz. Joyi o'ziga yarashadigan qilib. Biz boshunda bu yerdan o'rtadan chiqib, ikki tomonga ajraydigan lesitsani tavsiya qilganmiz uy egalari. Shuni xohladilar, 2 xil 3 xil variantini chizib berdi u. Zinada bitta qilingan xato qimmatga tushadi. O'shaning uchun ustasiga, mutaxassisiga qildirib, sizlarga misol uchun o'z kanalimning Telegram kanalimga ham kirsani murojaat qilaverasizlar. Tashab beraman. Shu lesitsani o'z mutaxassis o'zining ishini ustasiga qildirsani maqsadga muvofiq bo'ladi. Arzon ish sifatli bo'lmaydi. Sifatli ish arzon bo'lmaydi-da. Tanlovda adashmay o'zimizga aloqaga chiqib, ana qilsani konkretniy darajada ishinglarni xudo xolasa o'tkazib beramiz. Cho'tkilab. Bu yerlarga ham balkonlarni qo'yib berganmiz. Bu yerga plita emas bu. Balkon qo'yib berganmiz. Bu yerga plita yotqizib o'rganlar o'zlari. Endi bu yerga rimskiy kolonnalarni qo'yib beramiz. Bu fasadniy lesitsalarni qo'yib beramiz. Fasadniy lesitsalari ham bor. Balkonlarni ham alohida proyektlarni berib, ideyalarni berib qo'yib berganmiz. Bunga 160 metr armatura ketgan. 12 lik bekobodda. Livoy turdagi, slojniy turdagi lesitsalarni ham qilamiz, har xil turdagi. Sizlar xohlagan dizaynini qilib beramiz. Bizga surati bo'lsa, suratini ko'rsatilib, bo'lmasa biz o'zimiz joyga borib, ideyani berib, konkretniy qilib, xudo xolasa beramiz. Bizning xizmat haqqalarimiz ham unaqa darajada qimmat emas. Biz o'zimiz Namangandanmiz. Bu ishimiz Xorazm, Urganch, Ditskiy banitsani ko'chasida bo'lgan. Eng obishniy lesitsalarimiz 1.200.000 so'mdan boshlanadi. Bu lesitsamiz, mana shu lesitsamiz 5 million so'mga butgan. 5 million so'mga butgan shu lesitsamiz. Kimni qiziqtirgan savol javobli bo'lsa,
murojaat qilaverasizlar. Ertaga o'z ishini ustamaslariga quydirib, orqasidan yugur qilib yurgandan lo'chi qilaverasizlar. Ishimiz Qoraqalpog'iston, Xorazm, boshqa viloyatlarda ham ishlaymiz. Tanishlarimiz bor. Aslan Xorazmda ishimiz. Xorazm, Qoraqalpog'istonda ishimiz. Bu videoni maksimal darajada ko'rib, o'sha o'z do'stingizga tashab zina qildirmoqchi, yasatmoqchi bo'lgan jo'ralaringizga tashab qo'ysangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Ular ham istab qiynalib yurishmaydi. Joy solish ham oson emas, bilasizlar. O'ta idealni ustalar ham, mana g'ishchilar ham o'ta idealni ishlab ketishgan. Obunachilar. Ko'raverasizlar mana. Endi hozir bu obyektda tom yopish ishlari ketib turibdi. Mana esingizamizni ko'raverasizlar. Buni bu armaturlarni chiqarib ketganimiz sababi erganakka anaqa qilar ekanlar. Temirdan qildirar ekanlar, shunga o'zi anker bilan qo'tiradi desam, tashab yuboraver deydilar, tashab yubordi u. Xuddi shuni tagi tekkisi bo'lsa, 1.300.000 so'mdan metri. 1.300.000 so'mdan tagi tekis. Shunaqa bo'lsa, chiqasiz plashatka tepaga bo'lsa 1.200.000 so'mdan. Bu yerdagi plashatkasiga pul olinadi. Bu o'rtadagi plashatkasiga olinmaydi. Lekin chiqasiz plashatka tepaga plashatka bo'ladi-ku, shu yerga olinadi plashatkaga, o'rtadagi plashatkaga bo'lmaydi. Maktab lesinsalari bo'lsa, liboy turdagi, slojniy turdagi lesinsalarni qilamiz. Bunga shu 160 metr armatura, 12 lik bekabot armaturada ishlaymiz. Taxtamiz 22 dona taxta ketgan bunga. Tag zinali bilan narigisini nima farqi bor rasxotida deb qiziqayotgan bo'lsani, rasxoti bir xil, armatura ham, sement ham bir xil ketadi. Xo'p. Yana nimasida farq bor? Sizlar yutqazadigan tarafini taxta 4 dona ko'p ishlaydi. 6 metrli taxtadan 4 dona ko'p ishlaydi bu tagi zinalikka. Tagi tekis bo'lsa buni hozir buni osti ham zina, usti ham zina-da mana obunachilar. Tagi tekis bo'lsa 4 dona taxta kam ishlaydi. Misol uchun 20 taxta ketsa, tagi tekisdan 16 taxta ketadi. Lekin mana ertaga misol butgandan keyin tasavvur qiling, shpakilovkalar bo'lgan, taglari apshivkalar bo'lgan, uy butgan. Bitta tasavvur qilib ko'ring, jigar. Qanaqa turadi o'zi. Biz ideyalarni beramiz, xudo xohlasa qo'ldan kelgancha maksimal shunda videoni tarqatib, lesinsa qildirmoqchi. Jo'ralaringizga tashab yuborasizlar.